Assalomu alaykum hurmatli qushbozlari. Ramaka qush bozoridamiz. Bugun Ramaka qush bozoriga keldik. Xudo xolasa sizlarga chiroyli video qilishga harakat qilamiz. Kommentariyada qaysi qushni narxi qiziq bo'lsa yozib qoldiringlar albatta. Keyingi safar shu haqida albatta ma'lumot berib o'tamiz. Bu yerda katta qushlarning pavilyoni. Hozir birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda katta qushlar, ajreliliklar, mana sariqlarni parasini $350 deyishyapti. Mayda bitta oq bor ekan, moda vzrosli $400 beraman dedilar. Mana yashillar $100 parasi, bular maladoy. Razillar, rubinlar $250. Bu yerda ajrelilik modalar $100 da. Bu yerda vzrosli ajrelilik para $250 deyaptilar, tushib beriladi. Rubinlar, razillar, rubinlar. Bu yerda krasni razillar maladoylar ekan. Pechchilar. Mana pastelni razillar moda, krasni nar. 1.300.000 deyaptilar. Ajrelilik parani $200 dedilar. Davla pechchi nech pul? 800.000 rubin pechchi. Pastagichi chiqarsa. $150 ekan pastagi pechchi. Davla vladi ham bitta ayting. 150.000. 150.000 dan mana paralar. Get 400.000 ekan. Manalar 700.000 pullar, pechchilar. Rubinlar $150. Rubinlar. Bozorda yana nima qiziq? Nimalarni ko'rsataylik. Assalomu alaykum hurmatli qushbozlari. Ramaka qush bozoridamiz. Bugun Ramaka qush bozoriga keldik. Xudo xolasa sizlarga chiroyli video qilishga harakat qilamiz. Kommentariyada qaysi qushni narxi qiziq bo'lsa yozib qoldiringlar albatta. Keyingi safar shu haqida albatta ma'lumot berib o'tamiz. Bu yerda katta qushlarning pavilyoni. Hozir birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda katta qushlar, ajreliliklar, mana sariqlarni parasini $350 deyishyapti. Mayda bitta oq bor ekan, moda vzrosli $400 beraman dedilar. Mana yashillar $100 parasi, bular maladoy. Razillar, rubinlar $250. Bu yerda ajrelilik modalar $100 da. Bu yerda vzrosli ajrelilik para $250 deyaptilar, tushib beriladi. Rubinlar, razillar, rubinlar
Bu yerda Krasniy Razilla malodoylar ekan. Maling ishlagan. 5 yillar. Mana pastelni Razilla moda Krasniy nar. 1.300.000 deyaptilar. Ajreli parani $200 dedilar. Davlat pekchi nech pul? 800.000 Rubin pekchi. Pastagichi chiroylisi. $150 ekan pastagi pepsi. Davlat ularni ham bitta ayting. 150.000. 150.000 dan mana paralar. Get 400.000. 400.000 ekan. Manalar 700.000 pullar, pepsilar. Rubinlar $150. Rubinlar. Bozorda yana nima qiziq? Nimalarni ko'rsataylik?